اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم A'udhu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Biz dedik qarindaşlar, biz növbetdeki halimizden qutulaylı desek, muşu qalaq halatimizden qutulaylı desek, biz çoqum ilimni çın tutuşumuz kerak. Bu yerdeki ilimden men dedim, meyli dini bilim bolsun, meyli fenni bilim bolsun, ikkisiga o'xshash qarashimiz kerak. Chunki Qur'oni Karim ilim degan vaqtida ikkilisiga o'xshash qaragan va ilim degandan ham dini hem fenni ilimni maqsad qilgan. Bunun delili, masalan biz Qur'oni Karimda shundoq echibli o'qiydigan bo'lsak, iqra degan so'z bilan ilim Qur'onning to'ridan o'rin oldi. Iqra degan so'ri bilan qalam Qur'onning to'ridan bilim oldi. Biz dedik Allah subhanahu wa ta'ala bütün kainatni yaratishdan burib tunji bo'lib qalamni yaratdi dedik. Bu so'zning bir ma'nosi bo'lmasmi qarindoshlar? Bu so'zning bir vazni yo'qmi? Biz Qur'oni Karimga qaraydigan bo'lsak, Qur'oni Karim nima dedi? Iqra deganlik bilan ilmni eng yuqori pallaga ko'tardi va birinchi qadam qildi. Va shuning bilan birga kafirlarning, nadallarninki ma wajadna alayhi abaana, biz ajdodlarimiz qanday yashagan bo'lsa, qanday qilamiz shunday qilmaymiz degan ma safsatini bekor qildi. Uning o'rniga nima dedi? Fa'tu burhanakum in kuntum sadiqin. Sizlar gapimiz rost ekansilar, dalil faqat hujjat keltiringlar dedi. Biz Qur'oni Karimda ilm to'g'riliq oyatlarni ko'zdan kechiradigan bo'lsak, va min ayatihi xalqukum dedi. Allah subhanahu va taolaninki ulug'lig'ini, kattalig'ini ko'rsatib turadigan alomatlardan sizning yorilishinglar dedi. Yani insonlarning yorilishi, biologiya. Wa min ayatihi xalqus samawati wal ard. Yani şu Allah'ın ulug'lig'ini ko'rsatib turadigan alomatlar osmon zaminning yorilishida, yani kosmologiya qarindoshlar. Wa min ayatihi nawmukum manamukum dedi. Yani şu Allah'ın kudret kamalini ko'rsatib turadigan sizning uxlashinglarni psixologiya. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Yani insan, yani biyologiya, zat insanni tadqiq qiladigan hamma fan buni o'z ichiga kirdi qarindoshlar. Uningdan boshqa afala tubsirun, afala sizlar ko'may vatamsizlar, izdanmay vatamsizlar, tadqiq qilmay vatamsizlar, kallangni ishlatmay vatamsizlar, tafakkur, ta'ammul qilmay vatamsizlar degan oyatlar bilan Qur'oni Karim to'shaq. Demak, biz va allamal adamal asma dedi. Biz
Allah subhanahu va taala Adam alayhissalomga bütün ismlarni o'rgatdi deganda Ibn Abbas radhiyallohu anhu tafsir qilib, ma'u tog', ma'u jilg'a, ma'u osmon, bütün zodi koinotdagi tabiatda inson ehtiyojli hamma bilimni o'rgatdi deb tafsir qilgan Ibn Abbas radhiyallohu anhu. Biz Yusuf alayhissalomning qissasini o'qisak, Yusuf alayhissalomning qissasini Qur'oni Karimda ahsanul qasas dedi. Qur'oni Karim tilg'ilgan eng go'zal vaqalik dedi. Şu en güzel vaqalikni o'qiydigan bo'lsak, Yusuf alayhissalomning Misr xalqini ocharchilikdan qutqazganligini. Planlash bilan birinchi 7 yillik plan, ikkinchi 7 yillik plan, uchinchi 7 yillik plan deb Misr xalqini açarçılıqdan qutquzib bir davlatni qutquzib olganligini o'qiymiz. Bütün Qur'oni Karimda hech qanday bir sura başdan oyoqqa bir payg'ambarning vaqaligini so'zlamagan. Ammo Yusuf surasida başdan tortib oyoqchilik Yusuf alayhissalomning vaqaligini so'zlagan sura. Şu surada faqat bir da'vat payg'ambarning vazifasi da'vat qilishdi. Faqat bir yerda turmudagi ikki odamga da'vat qilinganligi tillangan. Bunmasa boshqa bütün vaqalik shu Yusuf alayhissalomningki iqtisodiy jihatdan bir ijtimoiy qiyinchilikni hal qilib, bir halokat girdavga berib qolgan iqtisodiy ijtimoiy jihatdan bir halokat girdavga berib qolgan bir davlatni qutqizib olganligini ko'ramiz. Shuningga ij'alni ala khazainil ard inni hafizun alim dedi. Meni şu çağda maliye ministri qilsa, chunki mening ashningga yetarlik salohiyatim bor. Ya'ni Yusuf alayhissalomning shu vaqtida eng dangliq ixtisosshunos desak bo'ladi. Eng dangliq agronom desak bo'ladi qarindoshlar. Eng dangliq ijtimoiy shunos desak bo'ladi. Yani demek Kur'an-ı Kerim bu şundak bilimlerini tilga aldı. Süleyman Aleyhisselam'ın vakaları kesek ullimna mentiqat tayr deydi. Yani Süleyman Aleyhisselam dedi biz kuşlarının tilini biliş ilmini ügütüldük deydi. Hazır işte bir ali mekteplerde kuşlarının tilini öğrendiğin bir fakültet yok. Lakin Kur'an-ı Kerim 1400 yıl burun muş meselini oturup koydu. Ve şu Süleyman Aleyhisselam'ın vakaligide وَقَالَ الَّذ۪ي عِنْدَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ اَنَا آتِيكَ Ne dedi? Ey Süleyman, men Bilqiz'nin paytaxtini, yani erşini, şu olturduğun kursini sen köz yumup aşkıça ekilip bulumen dedi. Bunu hazır kanton fizikisi deymiz. Yani bir cisimni hem bir yerga minut daqiqalarda yo'tkab bo'lgan kanton fizikisi deymiz. Tek dünyada bunda bir fan to'liq shaklini bulanmadi. Qur'oni Karim mandaq bir ilmlarni tilga oldi. Wa ja'alnal jibala awtada deb tog' to'g'riliq so'zlab bu tog'ninki qurilmasi dünya yer sharidagi yani mush tabiatdagi vazifasi yani seismologiyani o'tirib qo'ydi. Laqad khalaqnal insana min sulalatin min tin. Summa hey insanның qanda yaratılğanlığı, spermini yaratıb qanda basqıçlar, yani türelmişşünaslıq ilmini o'tirib qo'ydi. Maxsus 25 ayet va türelmişşünaslıq ayet. Mana bu ayetler hazır elektronluq mikroskop bilan tekshirib chiqdi, yani türelmişşünaslığını o'tirib qo'ydi. Biz mushunda Qur'oni Karimni varaqlaydigan bo'lsak, shundamma va alanna lahul hadid, ig'ir sanoat. Biz tümürni şunda yumuşak, qanda şekli qilman shunda akilalaydigan. Hozir mesela biz pulat sanoati, pulat sazliq deb qo'yamiz. Yani ig'ir sanoat masalasini o'tirib qo'ydi qarindoshlar. Wa ja'ala an-nujuma litahtadu biha. Yani biz yulduzlarni sizlar shu yulduzlar orqali yo'linglarni topadigan bir yani mayak. Yani astronomiya ilmini o'tirib qo'ydi qarindoshlar.
Mana Qur'oni Karim ilm to'g'riliq so'zlaganda, mana mushundoq ilmlar, ya'ni ajoyib bir keng doirada ilmni so'zladi. Qur'oni Karim o'ttir qo'ygan ilm bek keng doira. Men dedim bu diniy bilim emas. İnsan ihtiyaç muş dünyada yer şarını güllendirişke qandaq ilim kesse Qur'oni Karim şu ilimnin hemmisini ilim, o'xshash ilim. To'g'ri, Allohni tunish, shariat bilish bu bek yuksak ilim. Lekin mushu ilim fan, ya'ni tabiiy fan, Allah subhanahu va taoloninki insonlarni yaratishdagi maqsad yer sharini güllendirish dedi oyatda. Vallazi ansha'akum minal ardi wasta'marakum fiha dedi. Alloh sizlarni zimmidan yer sharidan tuproqdan yaratdi va sizlardan shu yer sharini gullendirishni talab qildi dedi. Demak, biz yer sharini gullendirishga qandoq bilim ketadi ekan, shu bilimni o'rganish Qur'oni Karimda o'ttirib qo'ygan ilm shu demakchi qarindoshlar. أن اعمل سابغات وقدر في السرد واعملوا صالحا إني بما تعملون خبير. Biz ettik deydi, yani Davud aleyhisselam'a. Mükemmel savutlarını yasığın. Savutlarını yasaşta halklarını birbirine tekşi kılgın. Yani harbiy sanaat qarindoshlar. Qur'oni Karim zodi til olmagan hech qanday bir soha yo'q. Men hozir Qur'ondagi 1200 oyat va ilm fanga aloqador. Mush ilmlarni hammasini men tilga ep bo'lmayman. Mayli astronomiya bo'lsin, mayli meteorologiya bo'lsin, mayli seismologiya bo'lsin, mayli voy butun fanga aloqador oyat va Qur'oni Karim nima uchun o'tirib qo'ydi buni? Demak, Qur'oni Karim ilm deganda mana shundoq ajoyib keng bir sohani o'z ichiga oldi. Bu shariat bilimlari emas qarindoshlar, diniy bilimlar emas. Ya'ni biz ilm deganda, islom dinida ilm deganda hammani o'xshash o'z ichiga oldi. Diniy bilim va fanniy bilim. Hatto ayrilmaydi qarindoshlar. Bilim deydi ekanmiz, hammamiz o'xshash. Bir odam zodi bilimni oldi ekan, mana Qur'oni Karim degan bilim shu. Har qanday bilim bo'lishidan qat'iy nazar. Mana bu nuqtani tushunaylik. Endi ikkinchi nuqta, biz bilimiz Allah subhanahu wa ta'ala Qur'oni Karimda val asr innal insana lafi khusr illa allazina amanu va amilus solihat dedi. Zaman bilan qasamki bütün insonlar, ya'ni hamma insonlar mana 4 ishni qilgan insonlardan boshqa hamma insonlar ziyonkorlikda dedi. Birinchisi Allohga iymon keltirgan, ikkinchisi amal solih, ya'ni yaxshini qilganlar, buningdan mustasno qolgan hamma ziyonkorliklar dedi. Endi biz islom dinida eng cho'ng hukmlarning ichida savoblik ish, gunoh ish degan bir hukmlar bor. Endi savoblik ishni ichiga kiradigan amallarning qatoridan biz bir narsani ko'rib boqaylik qarindoshlar. Masalan, siyosiy ishlar savoblik ishga kiramdi kirmamdi. Albatta kirdi. Çünkü Allah subhanahu wa ta'ala Qur'oni Karimda innallazina amanu wa hajaru wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim. Hicret qilish, jihad qilish siyosiymi, siyosiy ish emasmi? Albatta siyosiy ish. Dunyoda buningdan cho'ng siyosiy ish yo'q. Allah subhanahu wa ta'ala mushni mana iymon keltirganlar, Alloh yo'lida jihad qilganlar, hijrat qilganlar deb ajoyib maqtab turib tilga oldi. Liyakulu min samarihi ve ma amilathu aydihim. Özlerinin qo'llari bilan qilgan, özleri tergan narsaning mevalardan yesin deb mana ziroatni, dehqonchilikni tilga oldi. Bir kunsi Rasul Akram sallallohu alayhi va sallam bir sahobaninki jafo tortib ishlayotganligini ko'rib, kim o'zini jinni haloldan boqaman deb, bolasini haloldan boqaman deb mushunda jafo tortib ishlagan bo'lsa, bu Alloh yo'lida deb mana dehqonchilikni bütün Alloh yo'lida qilgan xizmatning qatoridan ko'rdi. Masalan, kasbni olsak, amma safinatu fakanat lil masakin ya'maluna fil bahr. Amma paroxot bo'lsa, dengizda beliqchilik qilgan kishilarning deb mishada beliqchilik kasbini Alloh subhanahu va taolo maqtab turib tilga oldi.
İnnemes sadakatu lil fuqara'i vel masakin vel amilina aleyha. İş hizmetçilik mi? Mana Allah subhanahu wa ta'ala Kur'an-ı Kerim'den maktab durup tilga aldı. Bu demek muşu meyli iktisadi, meyli ictimai, meyli askeri, meyli ahlaki hem işlerini Allah subhanahu wa ta'ala emel salihinin qatarına kirgizdi qarindoshlar. Demek muşununla alakadar bilim Kur'an-ı Kerim otur koygan bilimge kirdi. Muşununla alakadar hizmet meyli siz bir kasb ahli olun, meyli bir o'qituvchi olun, meyli bir ixtisosshunos olun, meyli ijtimoiyshunos olun, meyli bir harbiy askeri xizmatni o'tang yoki shu ilmda harbiy san'at, mushning hammasi ham amel salih ya'ni savob bo'lgan ishlar qatoriga kirgizildi va mushuning hammasi Qur'oni Karimda bilim deb o'tirib qo'yildi. Şunun qatarida Allah subhanahu wa ta'ala Qur'oni Karimda mundaq deydi. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara anna Allah anzala minas samai ma'an fa akhrajna bihi thamaratin mukhtalifan alwanuha wa minal jibal judadun bidun wa humrun mukhtalifun alwanuha wa gharabib sud wa minan nasi wad dawabi wal an'ami mukhtalifun alwanuhu kazalik innama yakhshallaha min ibadihil ulama dedi. Görmemsen ki ey Muhammed Allah asmandan yağmur yağdırdı. Onun bilen türlük rengarenk meyvelerini çıkardı. Şunundaki tağlarını yarattı. Tağlarının ak kızılları, her rengdeki yollukları ve kapkarların var. Şunundaki insanlarını, hayvanlarını, çarpaylarını mı xil renkli kılıp yarattı. Demek bu ayette Allah subhanahu wa ta'ala tağ doğurluk, osman doğurluk, yağmur doğurluk, yani kainattaki tabiatga alakadar vakaliklerini sözlep bulup Allah'ın hakiki qo'qadigan kişiler alimlar dedi. Endi bu yerdeki alimlardan kim maksat dese, mana mush tağ ilmini o'qigan, yağmur ilmi meteorologiyani o'qigan ve tabiatga alakadar bilimlerini o'qigan adamlar haqiqiy Allah'dan qo'rqadigan adamlar dedi. Mana bu alimlar ulama deb Qur'oni Karimda itiraf qilindi. Demak, Qur'oni Karimda o'ttirib qo'yilgan bilim hammani o'z ichiga oldi qarindoshlar. Hey, tahi bu yerda nima deydi Allah subhanahu wa ta'ala? Biz mash Qur'oni Karimdagi 1200 ilm fanga alaqadar oyatlarni shunda ko'zdan kechirsak, qandaq yerda Allah subhanahu wa ta'ala mush oyatni tilga oldi desa, birinchisi Allohning qudrat kamolini bilmoqchi bo'lsak, Allah'ın ulug'lig'ini ilim orqali tunib yetmoqchi bo'lsak, mana mush oyatlarni, mush ilm fanga aloqador oyatlarni o'qisak, shuni tadqiq qilsak, ondan keyin Allohning ulug'lig'ini his qila oladiganligimizni bildirib qo'yish uchun Alloh subhanahu wa ta'ala mush oyatlarni tilga oldi qarindoshlar. Buni bilishimiz kerak. Mana innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Allohdan haqiqiy qo'rqadiganlar mush ilim bilimni bilganlar bulupmu ilim fanni bilganlar deydi qarindoshlar. Men nima demoqchi desanglar, mana Qur'oni Karimda ilim degan so'z mushundaq keng doirani, shariat bilimi emas, butun insonlar yarasharni gullantirishga ketadigan shunga ehtiyojli bilimning hammasi Qur'oni Karim tilga olgan bilim. Bu shariat bilimlar emas demoqchi. Mana bu noktani çokum aydınlaştırılışımız gerek. Endi bizning bu yerda o'ttirib qo'ydigan yana bir nokta qarindoshlar. Biz dedik bu ders bir vaz xarakterlik ders emas. Bu ders bir amaliy bir ders. Biz bu dersni anlagandan keyin oliy maktabda o'qiyotgan o'quvchi bo'laylik. Tecrübexanda tecrübe işlayotgan o'quvchi bo'laylik. Mayli diniy maktablarda o'qiyotgan o'quvchi bo'laylik. Biz mush bilimni Allah rizoligi uchun o'rganyapman deb o'rgangan bo'lsak, dal Qur'oni Karim o'rganinglar degan bilimni o'rganayotgan bo'lamiz. Dal Qur'oni Karimdagi iqra o'qu degan o'qishni o'qiyotgan bo'lamiz.
Şunun için hemmimiz özümüz okugan bilimni çın tutaylı ve ümmetni muş arqılı qutquzma degan niyetki keleyli, vaqtni çın tutaylı. Çünkü ölüm qaçan keladi, bunu Allah özü biladi. Xo'sh, bu bir nokta. Yani bugün biz bu dersde aydınlaştırmoqchi bo'lgan ikkinchi nokta. Biz bilimni iki türlü bilimiz. Birinci türdeki bilim farz ayni deymiz, bu özünü Müslüman degan her qandaq bir adamga farz. Bunu siz mayli fanni bilimlarni o'qing, mayli boshqa narsalarni hunar-punar o'rganing. Bu farz ayni bo'lgan bilimni cho'qim bilishingiz kerak. Bu hammadan muhim. U bo'lsa-mu, masalan buni aqida masalasi, ya'ni Alloh to'g'riliq qarashingiz qandaq? Rasulullah'a bo'lgan tushanchingiz qandaq? Namozni qandaq o'qiymiz? Bu namozni buzuydigan ishlar qaysilar? Ro'zani qandaq tutamiz? Bu ro'zani singdiradigan ishlar qandaq ishlar? Zakatni pulingiz bo'lsa, boy bo'lsa qandaq beramiz? Agar haj umr qilmoqchi bo'lsangiz, hajni qandaq qilamiz? Bu haj umrini qandaq narsalar fasid qilyotidi, buzuytidi? Bu darajagachilik bilish hamma adamga farz qarindoshlar. Endi farz kifoya deymiz. Bu farz kifoya deganimiz bu bir ijtimoiy farz. Buni ma'lum odamlar qilsa, boshqa odamlar bu gunohdan, bu farzdan qutulib qoladi. Ya'ni bu gunohni, bu ishni qilmaganlik gunohi ma'lum odamlar qilsa, boshqalarning gadindan saqit bo'ladi. U bo'lsa-mu, mayli shariat bilim bo'lsa-mu, tafsili kasbiy bilish. Bu kasbiy bilish, kasbiy o'qonlar uchun farz ayni. Ammo boshqalar uchun farz ayni emas. Masalan, bir millatda şu millatga dinni mukammal takomul, Qur'on hadisning ro'y bo'yicha tafsili konkret qilib tushundiradigan, şu millatning diniy ehtiyojidan taltukuz 100% chiqadigan olimlarni tarbiyalash farz ayni. Şu millatdan şu olimlar chiqsa, boshqalardan saqit bo'ldi. Endi fanni bilimiga kelsakmi, har bir millatda şu millat ehtiyojliq, mayli doktorlik olsun, mayli injenerlik olsun, mayli ximiya olsun, mayli fizik olsun, her bir sahada şu millatning ehtiyojidan chiqqidek bir olim o'limalar tarbiyalanib chiqish bu farz kifoya. Agar bir millatda şu millatning ehtiyojidan chiqqidek doktor bo'lmasa, u millat gunohkor. Her bir millatda şu millatning ehtiyojidan chiqqidek injenerlar bo'lmasa, şu millatlar hammamiz gunohkor. Ey, o'ylab baqili. Biz mush hukum bo'yicha bildigan bo'lsa, biz nima degan gunohkor bir millat qarindoshlar? Ammo agar siz o'zingizni men fizik o'qiyman deb şu fizik o'qishni tanlab olgan bo'lsangiz, o'zingizni kasb qilgan bo'lsangiz, siz uchun şu kasbni voyaga yetkizish farz ayni qarindoshim. Siz men chuqum doktor bo'laman deb doktorlikni o'zingizga kasb qilib o'qigan bo'lsangiz, doktorlikni voyaga chiqarib o'qish siz uchun farz ayni. Bir millatdan doktor chiqish şu millatning hammasiga farz kifoya. Agar bir millatda yetarlik her sahadagi kasb ahllari yetib chiqmasa yoki kamchil bo'lsa, şu millat umumyuzlik gunohkor bo'ldi. Ammo siz men doktor bo'laman, men binokor bo'laman, men injener bo'laman, men matematik shunos bo'laman, men palani bo'laman deb şu kasbni o'zingizga tanlab şu fakultetga kirgan bo'lsangiz, şu kasbni voyaga chiqarib o'qish siz uchun xuddi namoz qanday farz bo'lsa, shunday farz. Buningda kamchilik qildi ekansiz, buningda bir mas'uliyatsizlik qildi ekansiz. To'liq ado qilmaydi ekansiz, tirishmaydi ekansiz va shu fanda ojiz bo'ladi ekansiz, siz Alloh oldida gunohkor bo'lasiz. Bu nuqtani chuqur tushunishimiz kerak qarindoshlar. Shuning bilib qo'yaylikki, bugungi darsimizning xulosasi, biz dedik, bu ummatni qurib chiqish uchun chuqur bilim kerak. Shuning Alloh subhanahu taolo tunji bo'lib Iqro oyatini nozil qildi. Men dedim, bu darsni anglab qo'yib
bir ma'lumotimizni betib qo'yish uchun emas, balki anglab darhol atlanmaydi ekanmiz. Hammamiz qiyomat kunsa Allohning subhanahu va oldida mas'uliyatimizdan so'ralamiz. Shuning uchun mening deganim har bir soat o'qiyotgan o'quvchilar o'zingizning kasbini ching tutinglar. O doktorlikni tashlab diniy o'qiyman deb kelmanglar. Matematikani tashlab diniy o'qiyman deb kelmanglar. Din o'qiganlarmi o'zingizlarning kasbini voyaga yetkazib o'qinglar qarindoshlar. Mening mush da'vat jarayonida bayqig'inim din o'qiganlarning ichida kasbiy voyaga yetkazib o'qiganlar barmoqda bilan sanoqchilik. Hozir alhamdulillah oz tariqada bak oz chiqyapti. Misr Azharlarda masalan doktor Abdulaziz deymiz, doktor Abdurrahman deymiz. Madinada o'qiyotganlardan ba'zi o'quvchilar bor. Men ismini tilga olmagan. Amdi kasbiy o'quvchilar amdi yetib chiqyapti. Lekin bular yetmaydi. Biz tahim kasbiylashgan voyaga yetkazib din o'qaylik qarindoshlar. Men nurg'un yig'inlarga qatnashib baqdim. Şundaq dini tüs ağan yığınlarım qatnaşdım. Şu yığınlarda sunulgan ilmi maqalının içinde en aciz maqalı dini maqalı buatıdı. Bu nim deganlik, yani dindimi kasbi o'qalla naydı az deganlik chiqatıdı. Şunun için biz inşallah bu İslam ve ilim degan dersimiz davamlaşıdı. Bir neçe ders buludu. Biz inşallah bu dersimizin davamlaştırımız, məqsədimiz ümmetdeki muş keselini davalap, biz Uyghur Müslümanlarını ve Uyghur Müslümanları bir ümmet buluşup bilen muş acizlikten, muşu qalaqlıqdan qandaq qılıp itibarlıq ümmetlerinin qatarığı ötümüz. Bizde özür yok qarindoshlar. Bilim o'qisak hech kim to'solanmaydi. Hem bu bilim elish biz Uyg'ur musulmonlarning birdan bir chiqish yo'li. Ikkinchi bir yo'l yo'q. Biz dedik. Bilimsiz jihatning qimmati yo'q. Bilimsiz axloqning qimmati yo'q. Bilimsiz aqidaning qimmati yo'q. Birdan bir chiqish yo'li mana bu ilm yo'li. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Allahu Allah. Allahu Allah, Allahu Allah, Allahu Allah, Allahu Allah, Allahu Allah, Allahu Allah.